bir umr sartarosh bo'lmasam kerak deyardim. Boshida sartarosh bo'lgansiz. Ha, boshida sartarosh bo'lganman-da. 20 ta, 25 ta somsa qilinadi. Uning ham bir 12 tasi ortib qoladi. Shunaqa Xudo berdi, tushimda ko'rmagan savdolar bo'lganda. Tushunyapsizmi? Qo'limga unaqa pul ushlamaganman-da. Eng ko'p sotganingiz bir kunda qancha bo'lgan? Bir kunga 7000 ta somsa sotganmiz. Eng katta yopgan somsangiz 10 kilolik. 10 kilolik. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun biz Jizzax bo'yicha, ya'ni respublika bo'yicha o'zini ovqati bilan mashhur, o'zini brendi bilan mashhur bo'lgan Alisher Azimov, Bosim somsa asoschisi Alisher Azimov bilan ko'rsatuvni boshlaymiz. Assalomu alaykum Alisher aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Xush kelibsiz o'g'licham. Alisher aka, o'zingiz haqingizda ikki og'iz ma'lumot bersangiz, intervyuni boshlardik. O'zim haqimda ma'lumot beradigan bo'lsam, biz oilada 4 ta farzandmiz. 3 o'g'il, 1 qiz. Shu o'zim dehqon oilasida tug'ilganman. Dadam Pasharnida ishlagan, onam stansiya bozorda savdo qilgan. Shu yosh yigitidek uchalamiz voyaga yetdik. Men maktabni bitirdim. Keyin qiziqish bor edi, qo'shnilarda, ukalarda, akamlarda sochini olib yurardim. Demak boshida sartarosh bo'lgansiz. Ha, boshida sartarosh bo'lganman-da. Shu bilan dada men dedim, shogird tushay, bironta sartaroshga olib boring. Mayli bolam dedi. Shu bilan akam ham bo'ldi dedi, shogird tushsin dedi. 2009-yil. 2009-yil shu maktabni bitirganman. Keyin stansiyaga shogirdlikka bordi. Stansiya bozor bilasiz-ku o'zimizda. Shuni shogirdlikka borib, Ariqti bo'yida sartaroshxonalar bo'lardi. Shu yerga shogirdlikka berdi, bitta sartaroshga. Oylikka gaplashdi. Oyga biz pul berardik. Hozirgi shogirdlarga naborot usta pul beradi-da. Biz pul berardik ustaga. Shunday qilib kelishib 5-6 kun bordim. Sovuq tushib qoldi, ayni dekabr oylari edi. Dedi, az odam ko'payib ketdi, hozir kelmay qo'yaver. Boshqa payt kelasan dedi, jo'natib yubordi. 5-6 kun borganman. Men endi shunaqa qiziqqanman, o'rganishim kerak sartaroshlikda. Dadamga keldimda yana xafaman. Men dedim, shuna ustozim nima qilardi. Keyin yana bitta sartaroshga olib bordim, Moskva kolxozidan Olim degan ustozim. Shu kishiga olib bordi-da qo'ydi. Ya u kishi pul olmadi, o'rgansa bo'ldi dedi. Bu stansiyadan Hayratga o'tish uchun ikkinchi etaj bor, tovuq bozor deymiz. Shu yerda o'rganganman. Shu bilan 2009 dan 2011 gacha o'rgandim, 3 yil. Yo 12 gacha o'rgandim aytmoqchi uchun. 12-yilgacha o'rgandim, 2009 dan 12 gacha o'rgandim. Shu yerda sartaroshlikda bo'ldim. Keyin o'zim ajrab chiqdim, pata berdi. Qishloqda ishladim. O'zimizda qishloqda. O'zimizda qishloqda sartarosh bo'ldim. Yaxshi, ish zo'r ketyapti. Ishladik. Ikkita akam usta, mebel ustasi, ular ham ishladi. Hamma ishlayapti, lekin bir sartaroshlik halol kasb. Sartarosh boy bo'lmaydi, boydan yaxshi yashaydi-da. Shunaqa. Sartarosh hammasi shunday. Eshitib turgan bo'lsa, sartarosh boy bo'lmaydi, lekin boydan yaxshi yashaydi. Chunki qo'lida naqd puli bo'ladi, har kuni pul bo'ladi, yeb ichishi zo'r bo'ladi, oilasi tinch bo'ladi. Bo'ldi. Endi o'zi asosiy boylik shuku, qolgan orzular amalga oshmaydi demoqchiman-da. Shu bilan aka-ukalar kelishdikda bo'ldi. Shuncha yil ishladim. 13 yil ishlab qo'yganman shu sartaroshlikda. Akamlar ham bo'ldi, endi bir kattaroq ish qilaylik dedi-da. Choyxona ochish, uchalamiz kelishib choyxona ochamiz dedik. 3 ta xona qildik dedi. Men shu bitta ikkitani kirganingizda 3 ta xona bor. 3 ta xona qilib shu mahalla uchun ochdik. 2 ta tandir bor edi. Metalon qildik, boyagi amallab ochdik 2023-yil 1-may kuni ochdik. Shunda
2 yil bo'ldi. 2 yildan o'tdi. Endi 3-yil ketadi. Birinchi yil o'xshamadi. O'g'richa. O'xshamadi. Chunki bilmasam biz bu sohada ishlamaganmiz. Ochgan paytimiz bir 2 oy zo'r bo'ldi. Faqat mahalla kelardi. Birinchi ochgan paytda somsachi kim bo'lgan? O'zingizmi? Yo'q, shahardan edi. O payt somsani bilmagansiz? Yo'q, bilmaganman. Keyin shundan o'rgandik-da. Shundan o'rgandik. O'sha odam kamayyapti. Bu yoqqa sentyabr, oktyabr kelyapti. O'zimiz o'rgandik boyagidan keyin. Somsa qilishni o'zim o'rgandim, shogird tushdim. Keyin u kishi somsachi aytdi, aka dedi, bo'ldi dedi. Bu yerda yopiladi dedi. Odam kirmay qo'ygan, kamayib ketgan. O'zimiz tushkunlikka tushib qoldik. Bir kunga 20 ta, 25 ta somsa qilinadi. Uning ham bir 12 tasi ortib qoladi. Qolib ketadi somsa. Choyxonaga hech kim kelmaydi. Shunday va ortib qolgan somsani erta sotib bo'lmaydi. O'zimiz yeymiz. Shunday davom etaverdi. Bu dekabrga borib tamom. Hech kim kelmay qo'ydi choyxonaga. Hech kim kelmay qo'ydi. Akamlarim endi Alsher, sen dedi, rasat. O'zim ham kassir, ofitsiant, dastavkachi hammasi o'zim edi. Sen o'zing dedi, xotining bilan yurgizaver dedi, kelin bilan dedi. Biz ishni qilaylik dedi. Akamlar yana metalomga o'zini eski ishiga chiqdi. Shu yangi yildan keyin biz bu yerda ota-onam, ayolim qolamiz, 3 kishi yurgizamiz. O'xshamayapti. Va 20 ta, 15 ta somsa yopadi, undan yana bir 10 ta, 12 tasi ortib qoladi. Ish sotilib qolar deb kechgacha o'tiramiz, sotilmaydi. Ertasi kuni chichqon yeb qo'ygan bo'ladi. Chichqon yegan joylarni kesib o'zimiz yeymiz-da. Shunaqa kunlar bo'ldi. Bu yog'i o'sha qishdan chiqib ro'za kelyapti. Bitta somsachimiz bor edi. Qo'shni mahalladan. Shuning bir kunga 250 ming olardi. Shu 250 ming pulini borib sartaroshxonada ishlab olib kelib berardim-da. Shu sartaroshxonani yana ochishga majbur bo'ldim-da. Shu sartaroshxona ham ishlab, choyxona ham ishlab. Ha, voz kechdim. Nolga ketyapti, yana borib ochib ishlashga majbur bo'ldim. Ochib ishlab boyagina pulini qilib berardim. 250 ming haqini qilib berardim. 10 ta sochalardim, 25 ming, 250 ming. O'sha paytda umid bor choyxonada. Ha, lekin bu yer yaxshi bo'lib ketadi degan narsa bor-da men ichimda. Akamlar qo'lini ko'tarib chiquvdi, bo'ldi, endi tamom. Lekin men ishonardim yaxshi bo'lib ketishiga. Shu bilan ro'za kelyapti. U yigit aytdi, kundan kunga bizni umidimiz so'ndiryapti somsachimiz. Bo'ldi dedi, ro'zada hech kim kirmaydi choyxonaga dedi. Men ketaman aka dedi. Somsani o'zingiz urganib oldingiz, o'zingiz yopasiz, deyapti. Yo'q, ketma, ishla, choyxonani yopmayman. Yo'q, yopiladi choyxonangiz deyapti-da. Meni sindiryapti. Yopiladi choyxonangiz, hech kim kirmaydi aka deyapti. Shu bilan ro'zani boshida boya ketamanga tushdi rostdan ham. Qayla qilamiz dedim. Shu ro'zada dedim, ro'zadorlar qaylani yaxshi yeydi, yo'qqa ovqat oshqozonga botmaydi. Sen qaylangizni kim yeydi, yeysa somsa yeydi deyapti. U o'zinikini o'tkazmoqchi bo'ladi. Shu bilan ketvardi. O'zi faqat somsa bo'lganmi, boshqa ovqatlar bo'lgan o'sha paytda? Yo'q, hamma ovqat, 25 xil ovqat bor edi. 10 xil salat bor edi. O'sha vaqtda salatlar hammasi bor edi bu payt. Keyin u ketdi. Ro'zani birinchi kuni o'zim somsa qildim bir 15 ta. Akam ikkalamiz, kichkina akam ikkalamiz somsa qildik. Keyin bordimda, soch oldimda hech kim kelmayapti, somsani yemadim. Ishladim. Ertasi kuni yarim kilo go'sht olib keldim do'kondan. Qassobxonada yarim kilo go'sht olib keldimda. Qayla qilamiz dedim. Yangangiz shu yerda qayla qilamiz. Boyagi yarim kilo go'shtdan 6 kosa qayla chiqdi. Shu paytda endi kichkina kosada. Yo'q deyapti, dadasi bu ortib qolsa-chi, isrof qilmang deyapti-da, u ishonmayapti bu sotilib ketishiga. Men ishonyapman.
Hech kim demaydi, yo'q sizda baribir cho'q turibdi Ha, aytadi. cho'q turibdi-da. Va ro'zani ikkinchi kuni hech kim yo'q. Ilk kun birinchi kuni hech kim yemagan, ikkinchi kuni ham hech kim yemagan. Bir yarim kilo go'sht kelib, qayla qilib nima qilib qo'ydim, soat 12 da kechga o'sha og'iz ochilishi kerak, iftorlik bo'lishi kerak. Telefonni oldimda Instagramga hurmatli obunachilar, ro'zadorlar, iftorlikka zo'r taomlarimiz bor. Masalan, har yoqdan qilingan qayla avval otalarimiz, enalarimiz qilardi, oshqozonga botmaydi. Yaxshi ovqat ertalabgacha to'q tutadi, saharlikgacha hech narsa yemaysiz deb shunaqa gapirib qo'yardim. Qo'yardim. 3000 ta prosmotr bo'ldi. 3000 ta prosmotr bo'ldi. Shu bilan telefon nomerlarini qo'yganman. Qayla boring. Kel. Shu kun sotilib ketdi. Ertasi kuni keyin 2,5 kilo go'sht olib keldim. Bir 20 kosadan ziyod bo'ldi. Yana yangangiz qo'rqayapti-da. Bu sotilmasachi. Sotilmasachi deyapti. Yo'q, sotiladi nima degani? Yana videoga oldimda qo'ydim, ro'zadorlarga qo'ydim. Keyin Qaliya mahalla bor-ku, qo'shni mahallamiz. Qaliya mahallani imomi bor, Faxriddin domla degan. Shu kishi videomni ko'rib qopti. Qandaydir ko'rganda omadda bu. Faxriddin domla telefon bo'ladi. Biz taravihdan chiqib o'tamiz, deyapti. Soat 11 da taravih namozi o'qilsa, 11 ga tayyorlab qo'ying, shu qaylarni yeyishga boramiz. Instagramda ko'rdim. Shunaqa xursandman, endi ich-ichimdan xursandman. Bu yerga aqli ilmlar kelayotganidan, domlalar kelamiz dedi. Jizzax shahardagi hamma masjidning imomlari kelamiz deyapti. Shu yerda gashtak o'tkazamiz dedi. Endi bu choyxonaga qishloqdan boshqa hech kim kirmagan, o'zimizning qishloqda xalq. Endi qo'shni mahalladan yana domlalar kelamiz degan shunaqa xursand bo'ldim. Joylarni tayyorlab, hammasini qo'yib qo'ydim. 11 ga keldi domlalar. Qaylarni berib birinchi olgan kontentim hozir bir kunga 60 ta istoriya qo'yaman-da Instagramga. 60 ta istoriya qo'yaman, faqat klient uchun ishlaydi mening istoriyam. Klient uchun. O'zimizning mijozlar uchun-da. Shunda birinchi olishim Faxriddin domla bo'lganda, Faxriddin domladan domlajon, bu ovqat qanday ekan bir gapirib bering deganman-da. Mikrofonni nima qilib, mikrofon ham bo'lmagan, shunday telefonda keyin yaxshi, zo'r, shu enalarimiz qilardi. Zomindan-da o kishi. Mazza qildik, qolganlarga ham tavsiya qilaman deb chiroyli qilib gapirgan. Undan keyin duolar qilgan. Mana shu yerlarda odamlar sig'may ketsin deb hamma imomlar duo qilgan. Shularning duosi tufayli bo'ldimi? Yaxshi bo'lib ketdi. Ro'zada menda ishlagan bir restoran sohasi bo'lmasa kerak. Chunki ana shu ro'zada masalan 2024-yil ro'zaning boshidan oxirigacha savdo men tushimda ko'rmagan savdolar bo'lganda, tushunyapsizmi? Qo'limga unaqa pul ushlamaganman-da. Shunaqa Xudo berdi, u chini bilan beraman desa eplolmaysiz ekanda. Shuni eplolmay qolardik-da. Mana shu yerda tikka turib ichib ketardi ovqat. Xuddi ipodrom bozorga o'xshab mana shunday tiqilinch bo'lib ketardi. Joy yo'q. Bir oyda shunchalik butun hamma joy his qilardi-da. Butun Jizzax his qildi. Shunaqa zo'r bo'ldi. O'sha ro'za tugayapti, tugashiga 10 kun qolganda, 10 kun qolgan. Men qishloqqa yana do'konga borsam, do'konda o'zimizning mahalladagilar nagili gapiradi, eshittirib, bu klientlaring dedi, ro'zada kelyapti-da, qaylang uchun. Aytsam, ro'za tugagandan kelmaydi deydi. Kelmaydi deydi. Endi ata eshittirib aytadi. Ishonasizmi, shu 10 kun uxlolmadim. Bular ro'za tugagandan keyin nima qilaman? Kim keladi men choyxonamga? 10 kun uxlamadim. 10 kun keyin shu 2 kilolik somsani o'ylab chiqqanman-da. Tugashiga bir 4 kun qolganda 2 kilolik somsani qilib, o'yin o'yasi kelgan o'zi.
Uni tanitdik. Shu bilan 2 kilolik somsani o'tkizdik. Somsachim chaqirdim yana, "Kel" dedim. Qayla zo'rga qancha 250 ming, 300 ming beraman, kel dedim. Pul bor, Xudoga shukr. Kel dedim. Keldi. Shunaqa somsa qilasan dedim. Qilolmayman dedi. Qilasan dedim. O'zim men o'ylab chiqdim. Turadi tandirda dedim. Shu bilan qildi u. Qilgandan keyin o'tma sachidikda. U bolada yana shunaqa fikr bordi. Men qo'rqdim o'tma sach. Kimga o'tdi? Sen o'ylama, mahsulot meniki. Sen pishir, tamom. Kunlik haqingda. Dedimda, boyagi pishirardi. Kuniga somsani 4 ta, 5 ta shu ro'za tugashiga ishlatib qo'ygan 4 ta, 5 ta pishirardi. Sotilardi. O'tkazardim men. Chunki Instagramda qanday o'tkazishni bilib oldim-ku. Va qaydalardi. Shu bilan ro'za tugagandan keyin boyagi 50 ta, 60 ta, 100 taga chiqdi. 2 kilolik somsa. Endi 100 tasi qancha go'sht ketadini bilasizmi? 2 kilodan bo'lsa. Shu o'rinda bitta savol. Gapingiz bo'lib, buqalarni qayerdan olyapsiz? Buqa hozir sera. Har 3 kunda yo 4 kunda 20 ta buqa kelib ketadi. To'sin bojxonasiga. Buqa ko'p, hali eshitib turing bu yerni. Kimdir buqasi yo'qolgan bo'lsa, o'sha yerga kelib ko'raverasiz. Yo'qolgan emas. Lekin ajoyib gapi buqa go'shtini ishlatadi buni. Shu bilan 2 kilolik somsa urfga kirgizdik, ketyapti. Qarasam, odam ishchi kuchi ko'p, lekin kam ketyapti nazarimda, kam. Buni ko'paytirish kerak. Yana uyga boraman, videolarni montaj qilaman, u payti SMMchi degan narsa yo'q, mobilograf yo'q. O'zim Videochi olaman, ta'fitsa meni videoga olib turadi, uyga borib montaj qilaman boyagi. Men uxlamayman, uyqu yo'qda, ozib ketganman. Shu bilan o'yinda o'ylab topdim. Shu 2 kilolik somsani yeb qo'ysa 300 ming pul beraman. birinchi 400 ming bo'lgan. 2 kilolik somsani o'zi bo'lgan. Qarasam yeb qo'yyapti somsani. Yutqazish ko'p bo'lyapti. Shu minusga o'tib ketdim. Keyin minusga o'tib ketdim, to'xta dedim. Bu pul birinchidan kam, bu somsa ham kam. Buni ko'paytiramiz. Dedim-da, hisob-kitob turib boyagi qaylani qo'shdim yoniga. Bir kosa qayla bor. Qaylaning ham savdosi to'xtab qoldi, qaylani ham to'xtatmish kerak. Qaylani ham qo'shib qo'ydim. Yana qaylani savdosi ko'tarilib ketdi. Bir kosa qayla, 2 kilolik somsa. Boyagi 300 ming emas, 400 ming. Gabarit kattardi, shunga yutuq ham kattargan. Shunday, Shu bilan zo'r bo'ldi. Somsani ham yeyapti, qaylani ham yeyapti, yutuqni ham olyapti. Undan da kuchayib ketdi bu yoq. Faqat Jizzax uchun ishlagan bo'lsa, keyin qo'shni viloyatlar uchun hozir Xudoga shukr, mana O'rta Osiyo uchun ishlayapmiz. Hozir nafaqat O'zbekiston, turistlar hamma joydan keladi. O'rta Osiyodan keladi. Bundan tashqari chetdan ham, Esengi davlatlar, Yevropadan ham kelyapti. Chunki Instagramda 1 million 200 ming ta bo'ldi. Undan tashqari yana o'zimniki bor, 1,5 milliondan ziyod, 1 million 700 ming ta Instagramda o'zida bor auditoriya, yana YouTube'da bor 100 ming ta, nimada bor, TikTok'da bor, hamma ijtimoiy tarmoqda bor-da meniki, Like'da, Одноклассник, VKontakte, общий, Одноклассникda bor. Hammasida bor. Chunki ruslar ham kelish kerak, hamma kelish kerak deb hammasini ochganman. Men har hammaga ulashaman men. O'zingizga raqib deb emas, tengdosh deb hurmat qilib qilayotgan choyxonachingiz. Hech kimni raqib deb bilmayman. Yo'q, mana hurmat qilayotgan choyxonachingiz Jizzaxda o'zingiz o'xshagan biznesmen. Bormi? Masalan, siz borayotgan bo'lsangiz, masalan, men hurmat qiladigan Aziz akam bor, Zafaron degan. Yaxshi aka, shogird deb yaxshi ko'rib nima qiladi. Keyin Jasur akam bor, Zokir aka, eski choyxonachilar. Yana men tanigan choyxonachilar kim bor? Endi biz hali yoshmizda. O'zingiz ustoz deb bilganingiz, to'g'rimi? Jasur akamlar yaxshi, ular ustoz deb bilaman, o'zi ham shogird deb yaxshi ko'rib nima qiladi.
Yaxshi ko'z bilan qaraydi. Qachon borsam eshigi ochiq, kutib oladi, ular ham keladi. Aziz akam ham ko'p. Anvar aka bor Qipchoqda. Yaxshi inson. Bizdan ancha oldin boshlagan. Havas qilaman bu insonlarga. Shularga o'xshab yuray deb. Instagram bir kun ko'rdimda, Instagramga kirib kontent chiqib qoldi, endi reelsimdan chiqdi. Zo'r kontentda u. Joyi ham, bu atmosfera, qishloq atmosferasini beryapti. Keyin tanishsiz-da, lekin bu yerda hayolingiz kelmayapsiz. Ve atmosfera zo'r. Olinishi ham, ovozlar hammasi zo'r. Lekin sizni ko'rganman, lekin tanimayapman sizni. Chunki men siz somsasizman ekanman-da. Bu endi manzaraga, bu vayinga qilinayotgan ijodga kirib ketyapman-da. Ismiga qaramayapman, profil nomiga qaraganim yo'q. Bu endi tomosha qilyapman men. Hayolimda. Qarasam, keyin oxirida ko'rsam, bosim bo'sh joyxonasi. Vayn ishlash qayerdan keldi bu sizga? Vayn ishlash. Endi men aytganim, ba'zi bir jizzaxlik blogerlardan ko'ra tiniqroq kачество, ba'zi bir jizzaxlik blogerlardan ko'ra saviyaliroq narsa-da. Boya shu o'yinlar nimalarni ko'p qo'ydik-ku Instagramda. Obunachi yig'ib oldik. Bir 1 million obunachi bo'ldi shu bilan. Keyin to'xta. Endi shuncha obunachi bo'lgandan keyin uni zeriktirmash kerak ekanda. Ular siz tomosha qilgandan keyin uni boqishda ham o'zi bo'lmar ekan. Bu Vine yo'nalishiga o'tamiz dedik-da. Vine'ga o'tdik. Ham Vine'dagi kuzatuvchilar, obunachilar, mijozlaringiz u muxlis bo'lib kelar ekanda sizga. Tushunyapsizmi? U menda xuddi shunday bo'ldi. Somsa esimda yo'q, somsa. Vine'daman, ichida Vine ichidaman-da o'zi, kontent ichidaman. Oxirida somsaga borib to'xtaydi. Oxiri somsaga borib to'xtaydi. Yaxshi, Vine yo'nalishi yaxshi ekan. Vine yo'nalishini boshladik. Inglizdan bir ukacha bor edi. O'z organda ishlagan Ramazon degan. Aka dedi, men dedi bir jo'ram bor. Ham qo'shnim, ham jo'ram birga o'sgan dedi. Shuni dedi, ishga olasizmi dedi. Keyin sizni yoningizda yursa bo'ldi, yaxshi yigit. Jizzaxda ko'p blogerlar olib bordi dedi, yoqqa sudradi, bu yoqqa sudradi, bir so'm pul bermadi. O'zgarish ham bo'lmadi, icheriga olib chiqolmadi ham dedi. Olib kelingchi desam, keyin olib keldi. U hamma taniydi, bizni kuzatib turganlar hammasi taniydi. O'zining obrazi, o'zining tipaji nimasi bor ekanda, qarasam, Husanboy. Men bilan Husanboy ekan, ha. Iltimos chaqiraman. Keling Husanboy aka. Ne Husanboy? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ulug'bek aka kelgan. Assalomu alaykum. Husanboy aka. Yaxshimisiz? Avvalambor assalomu alaykum ustoz. Avvalambor assalomu alaykum sababda. Men jo'ram olib kelgan bir Amazon degan jo'ram olib kelgan, ham qo'shnimiz ham jo'ramiz. Aka avval ikkita joylarga olib bordi. U yoqda ham bo'lmadi. To'g'ri bo'lmadi. O'sha yoqqa olib chiqdi, bu yoqqa olib chiqdi, sudradi, u yoqqa sudradi. Lekin hech bunaqa natija bo'lmadi. Bu yoqqa sudradi, bu yoqqa. Keyin Alisher aka ustozimga olib keldi. Ustozim haqida o'sha bir yilda ishlashyapti. Ular plan bermagan, boshqa qilmagan. Только foydalandim. Faqat foydalanish. Lekin inson shogirdlaringizdan endi sizni bugun ko'rdim, masalan, oldingi Instagramda ko'rganman. Inson shogirdlaringizdan tanimasam ham, bu yerda tanidim bugun. Chunki sizni qo'noqlar zuqalarga ketishgan deyishdi. Bu yerdan so'ramoqchi bo'ldim siz haqingizda. Yo'q, deydi Alisher akam kelmasa hech narsa demayman men deydi. Alisher akam ruxsat beradilar, yo'q deydi Alisher akam kelmasa ruxsat bermayman deydi. Endi Alisher aka masalan ijod sohasida yana katta proyektlarga niyat bormi? Bor. Xudo xolasa niyat qilib qo'yganmiz. Bu yigit bilan oxirigacha shartnoma qilganmiz. Masalan, pul uchun emas. Bu yerda pul uchun ishlamaydi. Men ham bunga bir pul uchun ishchidek muomala qilmayman. Ikkalamiz shu aka-ukadek o'syapmiz, ishlayapmiz, Xudoga shukr. Xudo xolasa yaqinda qiz topdik, yangilik bor, uylantiryapmiz shogirdni. O'zimiz uylantiraman. Yaxshi yigit bor.
Yana bitta kasrimni uylantiryapman. Endi o'zingiz sodiq Shogirdim bir sherigi bor Muhammadjon jiyan. U hozir Saudiyaga jo'natgan umra safariga. Umrada. Xohlasa buni ham jo'natamiz, uylantirib olaylik. Eng- Alisher akada mehribon ustoz yo'q. Haqiqatdan Alisher akada. Sherda ishlayotganingizda afsuslanmaysiz? Yo'q, afsuslanmayman. mehr somsani mehrini olganda, ha? Ya unaqa qayerga bo'lsa shu olib ketadi. Qayerga bo'lsa olib ketadi. Ajoyib. O'zingiz sodiq va shunaqa Hasan akaga o'xshagan ishlaringizdan yana kimlarni shunaqa deb bilasiz? Ya hammasi ham bu yerda ishlaganlar hammasi ham sodiq. Hammasi ham sodiq. Yo, o'zingizga yaqin bo'lganlaringiz baribir. Muhammadjon bor jiyanim. Arslon bor. Endi bu bilan Muhammad bilan 1,5 yildan beri ishlashyapman. Orada nechtasi kelib ketyapti. Ular nimada? Pul uchun ishlayapti. Pul uchun ishlaydi, pulingizga keladi, ketadi. Bular pul uchun ishlamaydi. Chunki men o'zim pul uchun ishlamayman. Hech aslan pul topaman deb ishlab nima qilmaganman. Pul ikkinchi darajada. Rizq Xudo beraverar ekan. Ishlasang, masalan, shuncha ishlayapman, ko'plarni ko'rganman-da ko'zim bilan. Xudo omadini beradi, rizqni beradi. O'zim bo'lsam deydi-da, o'zim bo'lsam. Chunki rahbarlar ham ko'p o'zim bo'lsam deydi, o'zi ko'p yesa teshib chiqadi. Sal yon atrofda ham o'ylash kerak. Unga ishlaydigan xodimlarni o'ylash kerak. Uni yon atrofda turgan jigarlarni o'ylash kerak. Masalan, aka-uka onangiz tug'adi, bitta hovlida o'sasiz, bitta non topsa ham farzandlariga bo'lib beradi. Lekin siz katta bo'lgandan keyin, siz pul topgandan keyin ularni sal nari qilmash kerak-da. Ularda ham haqqi bor. Menga Xudo beryapti, men shu jigarlarimga beryapman. Beryapman. Ular xursand. Menga hech narsa kerak, shular xursandchiligi kerak. Hozir ham biz 3 ta o'g'limiz bitta hovlida turamiz. Oilada 18 ta jonimiz. Hammamiz farzandlarimiz, ota-onam, hammamiz bitta hovlida turamiz. U hozir bitta hovlida turib yashash kamdan kam kamayib ketyapti. Chunki 18 ta bu kelinlar qo'zg'olon degan kinosi bor. Xuddi shu narsa bizning uyda. Unaqa qo'zg'olon yo'q-ku, lekin shunday hammamiz bitta hovlida yashaymiz. Mana bu kishi biladi, to'g'rimi? Shunday. Hamma menga aksiyadagi hammasiga bir xil muomala, bir xil mehr beriladi. Yo'q, burada ajratib bosh chapsatadi. Sen men o'g'limsan degan unaqa yo'q bizda. O'zingiz afsuslangan shogirdingiz bormi? Masalan, bekor shogirdligiga olibman shuni degan. Yo'q, unaqasi ham bo'ladi. Endi bekor olibman demayman-ku. U ham hayotdagi nimasini bir sinab ko'rdi-da, bu yerga kelib, tajribasini. Masalan, odamni o'zida daraxt bir joyda ko'karadi. Mana shu yigit o'zini shiori bor. Ustoz deydi, daraxt bir joyda ko'karadi. Rostdan bir joyda ko'karadi. Bir joyda ishlasa, men o'zim ham o'zimdan kuchli insonlarni ko'p kuzataman-da. Masalan, Xurshid To'rayev Samarqandda, Anvar aka Temir, quruvchilar shogirdlariga uylar, mashinalar sovg'a qiladi. Qani deb men ham shu insonlarga o'xshab shu darajaga yetsam, shunaqa sovg'a qilaman deb niyat qilib qo'yganman-da. Hozirgi darajamda ham Xudoga shukr berib yotibman qo'limdan kelgancha. Shogird Men ham beraman. Xudoga shukr. Niyatim bor. Endi shogirdlaringiz masalasi bo'yicha emas, mana mijozlar masalasi bo'yicha eng katta bergan sovg'angiz nima bo'lgan? Mijozlargami yo shogirdlarga? Mijozlarga. Mijozlarga har oy umraga safar beramiz, skuter beramiz, motor, bil, traktor berdik, shunaqa sovg'alar. Eng kattasi traktor hozir. Traktor, keyin va skuter bo'ldi. Umraga safar har oy beramiz. U biz uchun katta sovg'a bo'lmadi. Umra bilan birgalikda beramiz. O'zingiz ham umra safarini amalga oshirgansiz? O'zim ham Xudoga shukr, Allohning baytiga borib keldik. Sayohatlar, qaysi davlatlarga sayohat qilgansiz? Arab davlatlariga
Saudiyaga bordim, Dubayga, Misrga bordim. Sayohatlar nima taassurotlar? Masalan, sayohat qilish yaxshimi? Yoki masalan, Sayohat qilish- borda masalan qarang. Umr bo'yi ishlaydi, pul topadi, lekin sayohat qilmaydi, pul yig'adi ba'zilar. Sayohat qilish kerak. Qilish Sayohat kerak. qilgan yaxshi. Ha. Uning uchun ko'proq ishlash kerak ekan. Sayohat qilish uchun ko'proq ishlash kerak. Pul ko'p bo'lishi kerak. Sayohat qilgan yaxshi. Davlatlarni ko'rasiz. Yashagingiz keladi. Yani. Endi sizga qarab baribir hozir bir nimani tushunib yetdim. Bitta kitobda o'qigandim. Sayohat qilolmaydigan inson, sharoiti yo vaziyat qilolmaydigan inson ruhiy sayohat qilsa ham bo'lardi deb eshitgandim. Masalan, men siz bilan gaplashdim. Bu bilan gaplashdim. Fikr almashish ham o'zi ruhiy sayohatga kirar ekan. Albatta. Endi men o'yladim, siz ham sayohat qilasiz, ham mijozlar bilan ham keldim, ko'rdim, hamma mijozlar bilan bir xil muomalada, bir xil rasmga tushasiz. Ba'zilar bor, endi ism aytib bera olmayman, lekin salom bermaydiganlari bor, salomga alik olmaydiganlari ham bor-da. Lekin Endi bu sizga bo'lgan hurmat yana oshdi. ha, ne'mat-da. Shu Allohning bergan ne'mati. Masalan, qo'limda 113 ta xodim ishlaydi. Shularni rizqiga biz sabab chiqib qo'yibdi Xudo. Endi biz shunday ishlashga majburmiz. Kibrlanib nima qilamiz? Hali menda bir kibrlanadigan hech narsa yo'q. Bo'lgan taqdirda ham kibrlanmayman. Bo'lgan taqdirda ham kibrlanmayman. Men o'ylayman hali menda hech narsa yo'q. Men bilgan odamlarimning oldida menda hech narsa yo'q deb o'ylayman-da. Chunki u kibrlanishga arzimaydi narsa. Eng katta yopgan somsangiz qaysi bo'lgan? Ha? Eng katta yopgan somsangiz 10 kilolik. 10 kilolik. O'sha konkursdagi, dilimiy konkursidagi. Ha, dilimiy konkurs. Bu egasiga yetib bordimi somsa? Ha, dilimiy o'zi aytdi, buni dedi, haqiqiy egalariga yetkazing. Haqiqiy egalariga yetkazing dedi. Men o'zi u gapdan tushunib yetdim, rostdan ham qiynalgan oilalarga. O'zim bilaman, shularga yetkazdim. Dilimiy ham ko'rib xursand bo'ldi aka. Rostdan men aytganimdan ham ziyod qilibsiz deb ko'rib xursand bo'lib, videolarimizni repost qildi, u ham va'dasini ustidan chiqdi. Ajoyib. Ota-onangiz masalasiga keladigan bo'lsak, o'zingizni ota-onangiz oldida qanday farzand bilasiz? Ota-onam uchun men hali hech narsa qilmadim deb bilaman. Chunki o'zim ham hozir dadaman, o'zimni ham 3 ta farzandim bor. Ko'ryapman qiyinchilikni, rostdan kechalari uyqu yo'q, ayolim ikkalamiz mana shu qizimga, o'g'limga qarab chiqamiz. Gohida yig'laydi. Hali men uchun ota-onam uchun hech narsa qilmadim. Qancha qilsam kam-da u. Kam. Chunki uni qachon bildim men o'zim ota bo'lganimda bildim. Ota bo'lganimda bildim. Ungacha men dadamni dada, onamni ona deb chaqirib yurgan bola edim. Hurmatini joyiga qo'yardik, lekin haqiqiy qiyinchilikda ota bo'lganingizdan keyin bilasizlar. Ijod qilishingizga ota-onangiz fikri, o'zingiz yaqinlaringiz fikri qanday? Ijod qilishimga akam, ikkita akam bor. Masalan, choyxona yurgizish oson emas. Juda qiyin. Restoran sohasi juda qiyin. Chunki uyingizga 4 ta mehmon borsa shoshib qolasiz-da. Oldiga nima qo'yadi? To'g'rimi? Masalan, uyingizga to'ppa-to'sondan 4 ta mehmon qidirib keldi. Xolangiz bolalar yoki ammangiz bolalar qidirib keldi. Shoshib qolasiz-da, oldiga nima qo'yay, nima qilay? Ovqat qilaman, tayyorgarlik aytmasdan keyin. Bu restoran sohasiga aytmasdan kuniga minglab odam keladi. Bu ogohlantirmaydi, men kelyapman. Shunday keladi. Bu Bosim boboni ham Bosim bobo qilib turgan, o'z orqamda turgan ikkita akam bor. Shu ikkita akam kutib oladi.
joylashtiradi, qaraydi, sen bos uka deydi. Shuning uchun boya dadam ham, akamlar ham faqat bos, orqangda biz turibmiz. Dadam ham qilaver o'g'lim. Sen dedi, siyosatga aralashma, dinga aralashma, to'g'ri yo'l desam bos deydi. Orqaga qarab, orqangga men turibman dedi. Chunki ota-onam duo qilib turdimi, hamma yo'l ochiladi. Hammaning ham ota-onasi duo qilsa, har doim yo'l ochiq. Bu realni bo'lgan voqea. Alisher Azimovning hayoti kino yoki kitob olinganda nima deb nomlagan bo'larsiz? Bosim boboni nabiralari deb nomlagan. Chunki Bosim degan otam bo'lgan bizda. Otamiz mana shunday ko'tarib katta qilgan, nabiralarni katta qilgan. Endi otam 2005-yil o'tib ketdi. Shu nabiralari bizmizda. Biz shu Xudo nazar tushgan ekanmiz, Xudo nazar sheriga tushgan ekan. Otamni avval shu jo'ralari, tanishlari, shu o'zimiz mahalla tanigan bo'lsa, hozir otam o'tib ketgandan keyin otamni butun O'rta Osiyo taniyapti hozir. Qayerga borsa Bosim bobo. Bosim bobo kim deydi-da? Bosim bobo otam bo'lgan, otam nomiga qo'yganmiz. Bu fikr qayerdan chiqqan o'zi Bosim bobo deb qo'yish? Buni O'zi boyuncha ochgan paytim savdo yo'q, choyxona ochilayotgan payti choyxonaga nima deb nom beramiz deganda keyin nima onam aytgan, men o'g'limni nomini beraman dedim. Sulton. Sulton qo'yamiz dedim. Akam uni qo'yamiz, buni qo'yamiz. Короче, akam ham Sulton qo'yamiz dedi, nom topolmadik. Keyin onam aytdi, yo'q, otang nomini qo'yamiz. Otam sizlarni dedi, ko'tarib katta qilgan qaynatam. Uni mehnati juda katta sizlarda dedi. Borib, davlat xizmatlariga rostdan Bosim bobo deb yozilib chiqdi. Unaqasi yo'q ekan. Bosim bobo degan choyxona yo'q ekan, chiqdi. Shu payt patentlab nima qilib tashladik. Yo'q, o'sha birinchi ochgan paytingiz o'zi nomi bor, Bosim bobo bo'lib ochilgan. Birinchi ochgan payt. Birinchi ochilgan payt Bosim bobo. Ajoyib. Agar Alisher Azimov choyxona sistemasiga kirmaganda, biznes sistemasiga kirmaganda kim bo'lardi? Sartarosh bo'lardi. Sartarosh bo'lardi. Sartarosh bo'lardi. O'zi 13 yil sartaroshlik qildim. Endi sartarosh degani u bir umr sartarosh bo'lib o'tadi degani emas. Chunki 10 yildan o'tgan sartaroshlar ichida bitta narsa bor. Bir umr sartarosh bo'lmayman-ku degan narsa bor. Chunki uni tik oyoqda turib soch oladi ular. Men ham 10 yildan o'tdi, 13 yil ishlaganman-da, 10 yildan o'tdi. Bir umr sartarosh bo'lmasam kerak derdim. Hozir ham soch olib turasizmi? Ha, to'g'ri. Yaqinda ham bu sochim bor. Ustozimiz sartarosh. Bu hunar hech qachon esdan chiqmaydi yo qo'lingizdan chiqib ketmaydi. Muhimi ochqolmayman. Men qo'rqadigan joyim yo'q. Bu vaynlar Instagramga uchib ketsa ham yo bir choyxona o'xshamay qolsa ham sochib qo'ysa ham kunimni ko'raman. Hunarli odam xor bo'lmaydi. Hunarli odam xor bo'lmaydi. Yoshlarga ham shu maslahatim hunar o'rganib qo'yish kerak. Hamma joyda asqatadi. Shu armiyada ham sartarosh bo'lib kunimizni ko'rganmiz-da. Endi ijod sohasi bor, biznes sohasi bor sizda, choyxona sohasi. Yana qanaqadir sohalarga qo'l urish niyatingiz bormi? Ha, niyat qilib qo'yganman. O'zimni masalan, Xudoga shukr, men shaxsiy brend uchun ishlab yotibmiz. Shaxsiy brendni rivojlantirish uchun shu Bosim bobo brendini shu ko'taraman deb harakat qilib yotibman. Suv ishlab chiqarmoqchiman o'zim. Bosim bobo vach. Endi Bosim bobo deb yozilmaydi-ku. BB vach bo'ladi-da. O'zimizning gazli suv, biz gaz suv, o'zimiz suvlar, o'zim kelajakda niyatlarim. Keyin mehmonxona biznesi
Mehmonxona boshlaganman. Risk qilishdan to'xtamaysiz, risk qilishdan qo'rqmaysiz. Yo'q, men umuman qo'rqmayman. Qo'rqadigan nimadan o'tib ketganman. Boshlash kerak. Boshlash kerak. Kim qo'rqadi? Juda aqlli odamlar qo'rqadi. Chunki hamma narsani hisob-kitob ko'radi u. Hisob-kitob ko'radi, o'zi qilsam o'xshamasa degan narsa bo'ladi. Biz unaqa o'xshamasa deya olmaymiz. Biz qilamiz, rizq Allohdan beradi, o'xshab ketadi. Hatto bo'lganda taqdirda ham tajribali bo'ladi odam shundayda. Shunday. Ha. Bunisi tajriba. O'xshamasa. Mana bularning qiluvdik o'xshab ketdi xudoga shukr. Endi baliq biznes. Ha, baliq biznes. U yo'ldan kelayotganimda yana bitta afisha ko'rdim. Bosim bobo degan. Ha, shu yo'l narigi betini olganmiz. 1,5 gektar joy. Yerdan tashqi turizmni, ichki turizmni rivojlantirish maqsadida olganmiz. Chunki zominimiz turistik zona bo'lgan. Ichki turizm zonani shakllantirish maqsadida mehmonxona, orqasida sog'lomlashtirish maskani, golf maydoni, tennis kort, ichida restoran, to'yxonalari, hamma Gipermarket bo'ladi, gipermarketlar. Shunaqa joy bo'ladi, xudo xolasa. Somsa eng ko'p sotganingiz bir kunda qancha bo'lgan? Eng ko'p sotganim bultur bo'lgan. Bultur bir kunga 7000 ta so'm sotganmiz. Ha. Bultur ayni mana shu sentyabr oylari. 7000 talab so'm sotganmiz. O somsachi shunday siz hozirda ishlayotgan somsachilar necha? Shunday 20 ta somsachimiz. 20 ta somsachi bor. Chunki bizda 24 soat eksimen ishlaydi, 10 ta. Ha, 10 ta. Ularni tuvchisi alohida, yopuvchisi alohida. Bizda bunday o'zimda ranchom bor, qushxonamiz bor. U yerda mollar so'yiladi, buqalar so'yiladi, go'sht shilinadi, muzlatgichga solinadi, sovutib to'g'raydida marinovka qilib tayyor keladi. Masalan, bitta tandirga 100 ta somsa ketadi. 100 ta somsaga loyiq go'sht keladi. Shundan somsa pishiradi. Har bittasi tizimlashgan ish. Ortiqcha go'sht kelmaydi. Hammasi piyozgacha to'g'ralib, go'shtgacha to'g'ralib keladi hammasi. Buqalar deganingizga yaqinda yana bir o'yiningizni ko'rdim. Buqalar kilogrammini topish. Yutganlar bo'ldimi orasida? Yutganlar juda ham ko'p bo'ladi uni. Unga nima sovg'a bergansiz? Shu buqani tirik ko'rsatamiz. Go'shtini kilogrammini topgan akkaunt egasiga, misol pul yutuqlari yo bo'lmasa choyxonada kelib mehmon bo'lib ketishi, 10 kishilik, 20 kishilik davralar bepul. Masalan, 10 kishilik davra bepul bo'lganda ham 100 mingdan bo'lsa, shuni o'zi 1 million bo'ladi. Bitta odamga 100 ming tushganda, to'g'rimi? Shunday. 20 kishilik shunaqa davralar bepul qilib qo'yganmiz. Go'shtni kilogrammini topsa, endi uni qanday topadi deb o'ylashingiz mumkin. Tavakkal yozib qo'yaveradi. Kommentariyada kuzatadigan odam ko'p, 1,5 million ta odam kuzatsa misol. Unda xohlagan raqamni yozsa, endi bitta to'g'risi chiqadi-ku, telefon qilib chaqiramiz. Proyektlar qilishga qo'rqmayman, risk qilaman. Shundayda o'ziga ishongan odam bo'lsa, ishongan bo'lsa, aktyorlikda masalan, men tanishlarim bor, shunday tanishlarim bor. Zo'r. Men o'zim vokalistman-da. Vokal bo'yicha ham zo'r, aktyorskiy bo'yicha ham zo'r, rejissyorlik bo'yicha ham zo'r, ssenariy bo'yicha ham zo'r. Lekin risk qilishga qo'rqadi. Agar qo'lingizga kelsa, katta proyekt ishlagan bo'larmisiz? Albatta. Saralab. Hozir ham juda ham ko'p taklif. Shunday insonlar Xudoga shukr menga ishonganiga, ishonch bildirganiga rahmat aytaman. Mehmonxona, restoranlarni qurib, bitkazib, Alisher sen ishlat deyapti. Sen ishlat. Yo'q aka, ishlatavering, men siz nimangizni, binongizni qanday ishlataman desa. Men shuncha narsa qilib qo'ydim, ishlatishga ko'zim yetmayapti. Odam kelarmikan? Shaharda o'rtasida hamma narsani qilib qo'ygan, mebellarigacha qilib qo'ygan.
qozon, tovoq, qoshiq yelkasigacha qo'ygan, lekin ishlatishga duh yetmayapti. Qurishga, bitirishga yetdi. Lekin ishlatishga duh yetmayapti. Ha. Sen deyapti Jizzaxda bir chekkasida bo'lib shuncha odam yig'ib olding. Sen ishlat, menga arenda pulini bersang bo'ldi. Deyapti, yo'q, o'zingiz ishlating aka. Yaqinda bittasi shunday bo'ldi-da. Ishlatamayman. O'zing ishlat. Shunchalik ishonch bildirganiga rahmat shu insonlarga. Keling siz bilan bo'lsa bir ish qilamiz. Proyekt qilamiz. Shu masalan aynan Jizzaxlik bo'layotgan bo'lsa, masalan Jizzaxlik bo'layotgan bo'lsa, yig'amiz san'atkor aktyorlarni yig'amizda saralaymiz. Masalan, o'sha o'qituvchilarni olib saralab, kino yoki klip olishga tayyor bo'larmisiz? Ha? Aka, men keldim mana. Men ko'taring desa. Ko'taring deb tursa, menda studiot bor desa, studiotni ko'rsata olsa sizga. Bo'ldi, men bilan birga chiqib, mana Husan akam chiqyapti-ku biz bilan. Shunday chiqaverardik. Hech kim tanimagan berib emasmi? Hech kim tanimagan. Hozir rasmga tushishdan qo'l tegmaydi. Har kuni rasmga tushadi. Avvalambor Ramazon jo'ramga rahmat, keyin avvalambor ustozimga rahmat. Shunchalik ko'tarildim, boshqa bo'ldi. Yaxshi bo'lib ketdi. Hozir hammasi joyida. Yaxshi, hozir avval videolarni shunday olib qo'yaverardik, trend videolar. Hozir ssenariy asosida ishlayapti. Professional kontent bo'ldi. Professional kontentga o'tganmiz, boyagi hamma ssenariy asosida tartib bilan chiroyli bo'lyapti. Bunday ko'rsangiz tagida bir narsa bor-da. Hayotingizda bo'lgan narsalar bor, yoshlikda bo'lgan narsalar bor. Achiraga qarayman. Instagram ochaman. Ochdim. Siz relisiz chiqdi. Ovqat. Rasmotlar zo'r. Odamlar rozi. Odamlar xursand. Klient oqimi zo'r bo'lyapti sizda. Aradan 4-5 oy o'tdi, ketdi keyin. Hamma yoqqa tarqaldi. Shunday Instagram ochaman. Uni yeng, buni yeng, buncha beramiz. 48 ta homiyimiz bor. Endi men ba'zilarini eshitdim, homiylar bo'lib yutganlar, homiylar bermaganigacha eshitdim-da. Shularga qanaqa fikrdasiz? Endi u ham mehnat qilyapti-da. Masalan, jo'ralar bilan, yaqinlar bilan yeyman deb keladi. Unga jo'ralar ham risk qiladi, sen yeb qo'ysang deydi, biz olib boramiz deydi. Kelib turib yeb qo'ygandan keyin bermasa, u xatoda. Birovning haqqini yeyishga kerak-da. Berish kerak, rost yedimi berish kerak. O'z buni qayerdan o'rganding degan savol tug'iladi. To'g'ri? Aynan shunaqa o'yin o'ynatayotganlarga fikringiz qanaqa? Oxirgi videoyingizda ham shuni aytgansiz-ku, menimcha. Ko'chirmachilar. Ko'chirmachilar deganman, to'g'ri. Birga bir qilib ishlaydi-da. Men sartarosh bo'lganman, bilasiz, aytdim-ku, 13 yil sartarosh bo'lganman. Endi sartarosh degani bir umr sartarosh bo'lib o'tadi degani emas. Nima, bizda haqqimiz yo'qmi? Yo, xohlagan odam, mana men sartarosh yig'ishtirdim, yana bitta odam sartarosh bo'ldi. Qishloqda ishlab yuribdi. Men xo'jayin emasman, rizq Allohdan. U somsa sotdi degani boshqa odam somsa qilmish kerakmi? Qilish kerak, hamma qilish kerak. Masalan, men undan o'rganib yo undan o'g'irlab qilganim yo'q. Shu har doimgi Jizzax somsa u ketyapti. Faqat bizniki ikkilari. Biz shunaqa o'yinlar qo'shganmiz. Shu o'yinlarga analogiz. O'yinlarni birga bir ko'chiryapti. Mayli, ko'chirsin, men norozi emasman. Faqat kopiya qilyapti-da. Men masalan nima qilsam shuni qilyapti. Bir xil qilib ishlaydi. O'zgartirish ham kirgizmaydi-da, o'zi bor-ku, o'zgartirish ham kirgizmaydi. Shuning uchun aytyapman, ko'chirmachilar deb. Yana menga davomishni teginib qo'yadi. Nima deb teginadi? Sartaroshlar sartaroshligini qilsin. O sartaroshligini qilib yuraversa, u qachon somsachi bo'ladi? U qachon boy bo'ladi? U qachon dam olishga boradi? Qachon yaxshi yashaydi, to'g'rimi? Harakat qilish kerak. Odam bitta narsada qolib ketmish kerak. Shuda Harakat qilib. Odam balkim ertan choyxonani ham yig'ishtirib boshqasiga o'tib ketarman, to'g'ri? Shunday. Hech kim boylab bermagan-ku. O'ziniki emas, masalan.
Yani bizda o'yinlarda, nimalarda birga bir qilib ko'chiryapti, omadini bersin. Men rosa xursandman shu insonlar qilganiga. Shunaqa ichimdan xursandman. Nima uchun? Biz ochilganimizga 2 yil bo'ldi. Uni ochilganiga 30 yildan ziyod bo'lgan. 30 yildan ziyod bo'lgan choyxonachi 2 yillik choyxonachini qilganiga. Men shunga xursandman. Bizda qilganimizni shuncha 30 yillik choyxonachilar qilyapti. Shuncha xursandman. O'zingiz 30 yillik somsaxonachilar bilan raqobat qilyapsiz. Shuda 2 yil ichida. biz 2 yil bo'lgan. Shular qilganiga xursandman. Bosaversin gazini. Omadini bersin. Masalan, qishloqda ham biz ishlab yurardik, 3 ta aka, oddiy shu qishloqning bolasi edik. Hozir qishloqda boy odamlari ham bizdan ancha normalniy o'zi qishlog'imizda o'zining o'rniga ega odamlar ham o'sha o'zlari choyxona ochib yurgizyapti. Ularni ham ko'rib men xursand bo'lyapman. Havas qilyapman. Shunchaki bizga havas qilib ular ochganiga. Men shu odamlarga o'xshasam deb havas qilardim. Ular hozir bizda qilganimizni qilganini ko'rib men xursand bo'lyapman. O'zimizning qishloqda ham. Shunday rizq Allohdan hammaga beraveradi. Omadini bersin. Hozirda Bosim bobo menyusida necha xil ovqat bor? Bosim bobo menyusida hozir somsa bor. Endi bizda birinchi o'rinda somsa, 2 kilalik, abishli somsa, qayla, tojikcha qurtova bor. Shashliklar bor. 5 xil taom bor. Yana ovqat qo'shgan bo'larmiz? Ha, qo'shamiz, xudo xolasa. Milliy, европейский. Milliy qo'shamiz yana. Milliy ovqat qo'shasiz, yangicha ovqat yana. Yangicha. Endi somsadan tashqari yana qanaqa o'yinlar bor ovqat bo'yicha? Somsa. Yo'q, bizda endi faqat shu somsa. Somsa, mehr somsa faqat. Endi baliqda, Endi boshqa filiallarda xudo xolasa bo'ladi. boshlaymiz, xudo xolasa. Ajoyib. Alisher aka, siz Instagramda siz uchun Instagram nima vazifani bajaradi? Instagram nima deb bilasiz o'zingiz uchun? Asosan men endi Instagram deb savol berganim chunki sizni populyarniy kontentingiz Instagramda, xalq sizni Instagram bilan tanigan. Instagramda men pichoqqa o'xshataman-da. Pichoqqa o'xshaydi. Agar u bir yaxshi insonni qo'liga tushsa, undan yaxshi ovqatlar qiladi, shirin taomlar qiladi, pishirib beradi farzandlariga. Agar bir yomon odamning qo'liga tushib qolsa, u qurol. Birovni o'ldirib qo'yishi ham mumkin. Noto'g'ri foydalansa qurol. Endi ko'p noto'g'ri foydalanayotganlar bor hozir. Instagram noto'g'ri foydalanyapti. Bir bo'lar bo'lmas videolarni qo'yyapti, birovni sharmanda qilyapti, birovni oilasini buzib yuboryapti, shunaqa videolar qo'yyapti-da. Lekin biz to'g'ri foydalanyapmiz deb o'ylayman. Shuncha odam ishlatyapmiz, shuncha mahsulotimizni sotalyapmiz shuni orqasidan. Yana vaynlar qilib muxlis ham yig'yapmiz. Shu o'rinda Jizzaxda yosh vaynlar borda, Bezot aka bilan intervyu qilganda ham shu masalani ochuvdim. Qizlar yoki bolalar 18+ video ishlayapti. Shularga qanaqa munosabatdasiz? Yo'q, shular qarang, 18+ video ishlab, unaqa zapal videolar ishlagandan undan o'zini karyerasini qurib, biznes qilib, shundan foydalansa bo'ladi-ku. Bu Instagram Amerikanikida bir kun o'chib ketadi, to'g'rimi? Mana hozir bu yerda Instagramni foydalanish kerak. Bundan masalan biz to'g'ri foydalanyapmiz. To'g'ri foydalanish kerak, bosish kerak. Nima qilasan birovni sharmanda qilib, birovni farzandini yo birovni oilasini. Undan liboy savdogarning oldiga bor, mana salam, mana piyola ya. Mana shu piyolangizni bir kunda nechta sotasiz? Xo'p, 10 pachka piyola sotaman. Men shu piyolangizni reklama qilib beraman, Instagramda shuncha obunachim bor. Bir kunga 100 pachka sotasiz. Desa, ana shu bir pachkaning pulini menga berasiz desin, shu blogerga jon deb beradi. Jon deb beradi. Birovni sharmanda nima qilasan, nomard? Undan liboy tadbirkorga borib ayt, meni shunaqa auditoriyam bor, meni 100 mingta obunachim bor yo 50 mingta obunachim bor, seni shu mahsulotingni sotib beray desin. Mana tadbirkor quchog'ini ochib kutib oladi blogerni borku.
Shuning uchun to'g'ri foydalanish kerak. Yoshlarga shu maslahatim. Instagramdan to'g'ri foydalansa, bu zo'r daromadli narsa. So'z yakunida tomoshabinlarga nima deb qolasiz? Tomoshabinlarga bizni kuzatganingiz uchun rahmat. Shunchalik hurmat qilib videoni shu yergacha ko'rganingiz uchun rahmat. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Risk qilishdan to'xtamang. Ko'p mana shu choyxonachilarga aytib qolaman. O'zi biznes egasi mana shu o'zi blog yurgizgani yaxshi. Blogerlarga nimalarga xarajat qilmagani yaxshi. Shunday deb maslahat beraman. Ko'p biznes egalari, faqat restoran sohasi emas, hamma biznes egalari ham men o'zim yurgizyapman, Xudoga shukr, o'zimdagi narsani sizlarga ham tavsiya qilaman, chunki shuni mazasini o'zim olyapman. Birovga pul berib reklama qildirsangiz, masalan siz paypoq sotasiz, oddiy paypoq sotasiz, sizni paypog'ingizga bitta bloger reklama qilib ketdi. Uni ertangi kuni narigi qo'shnisi paypoq sotuvchi ko'radi. To'xta, buni paypog'i yaxshi ketyapti. Bu bloger reklama qildi. Necha pulga reklama qildi? 100 ming. Men 200 ming beraman, menikini reklama qildi. Bu buni maqtaydim. Ikkalasining o'rtasiga nizo tushadi. Shuning uchun har bir biznes egasi o'zi qilgan ma'qul deyman. O'zi qilsa yaxshi-da. U blogerlar ishi shu. Unisini ham bunisini ham urib ketaveradi. Ularda ayb yo'q. Ularda ayb yo'q. Prosta o'zi qilsa mazasini oladi. Men o'zim qilyapman, o'zim shu biznes egasi o'zim reklama qilyapman. Yaxshi, Xudoga shukr. Masalan, men shu choyxonada bir kunga 25 ta so'm sotilgan bir kunga. Hozirgi kunda mana 3,5 ming ta so'm sotilyapti. Bu Jizzaxda menman degan choyxonangizda ham 3,5 ming ta so'm sotilmaydi. Menman deganingizda. Faqat bosim bog'ida sotiladi. Bu hammasi rizq Allohdan. Avvalo men sababchiman demayman. Rizq Xudo beradi, biz sababini qilyapmiz. Bizni kuzatayotgan barchaga rahmat. Xuddi Alisher akam aytganidek, riskdan to'xtamang, qayta ishlang, o'zingiz ustida ishlang, davom eting. Siz bilan Jizzaxdan gapiramiz.